Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ko'rib o'tadigan mavzuyimiz algebrik kasrlar ekan. Algebrik kasrlardan ko'ramiz hozir qaysi oraliqlarda ko'rishimizni. Xo'p, algebrik kasr nima? Algebrik kasr bu harf aralashgan kasrlarga algebrik kasr deb aytamiz. Biz sonli kasrlarni ko'rdik, ha? Sonli kasrlar, oddiy kasrlarni ko'rdik. Agar shu kasrlarga harf aralashsa, qanday kasrlar deyilar ekan? Algebrik kasr deyilar ekan. Algebra kursi sizlarga 7-sinfdan boshlab o'tiladi. Bunaqa mavzularni 7-sinfda o'tasizlarda. 7-sinfda algebrik kasrlar mavzusi bor. Oralaringizda 7lar bor, shular biladi. Sonli ifoda, harfli ifoda degan narsani 5-sinfda o'tdik, esingizda bo'lsa. 5-sinfda sonli ifoda va harfli ifoda o'tdik. Agar ifodamiz faqat sonlardan iborat bo'lsa, sonli ifoda deyiladi. Agar harf aralashgan bo'lsa, harfli ifoda deyiladi. O'sha harfli ifoda algebrik ifoda ekan. Tushunarlimi? Algebrik ifodalarga harf aralashgan ifodalar aytilar ekan. Endi qarang, dastlabki misolimizda kasrlarni qisqartiring deyapti. Biz avvaldan bilamizki, kasrlarni qisqartirishda surat va mahrajda o'xshash, ya'ni qisqaradigan sonlar bo'lsa, qisqartirardik. To'g'rimi? Qarang. Suratda 6 bilan mahrajdagi 4 nechiga qisqaradi? 2 ga qisqarsa, 6 ga 3 tadan beramizmi? 4 ga 2 tadan. Va yana a'lar ham qisqaradimi? A ni A ga qisqartirsam bittadan, bu A ni ham qisqartirsam bittadan. B ga qisqaradigan son yo'qmi mahrajda? Bo'ldi. 3 karra 1. 3 ni B ga ko'paytirsak 3B. Mahrajda 2 karra 1 2 hosil bo'lar ekan. Keyingi misolimiz. 3 bilan 9 nechiga qisqaradi? 3 ga qisqartirsak bittadan, 3 ga qisqartirsak 3 tadan. A ni kvadratini, A ni kubini, ikkalasini A ni kvadratiga qisqartirsam bo'ladimi? Bittadan A ni kvadratiga qisqartirsam A ni birinchisi qoladimi? Yuqorida 2 ta bor edi, mahrajda 3 ta bor edi. Bitta A qoladi. Yuqorida 1 karra 1. B ga ko'paytirsak B taqsim 3 karra A ni o'zi. To'g'rimi? Keyingi misolga qarang. O'xshashlari qaysilar? O'shalarni qisqartirsam bo'ladimi? Bunga ham bittadan, bunga ham bittadan. 4 karra 1 4, 5 karra 1 5. Qisqarmaydimi bular? Yo'q. Keyingisida qisqaradiganlar. Qarang, 2 bilan 8 qisqaradimi? 8 ga 4 tadan bersam bo'ladimi? B'larni ham qisqartirsam bittadanmi bularga ham? M'larni qisqartirsam bittadanmi bularga? Yuqorida nima qoldi? 1 mahrajda 4 M minus N. Tushunarlimi? Buni esa tushunyapsizmi? O'xshashlarini qisqartirib ketaveramiz. Xonzoda tushunmayapsan? Xo'sh, keyingisida qarang. 5 bilan 15 5 ga qisqaradi. Bittadan 3 tadanmi? Qarang. Yuqorida nima qoldi? X minus Y qoldi. Mahrajda 3 Y minus X qoldi. Yana qarang. X minus Y bilan Y minus X o'xshashroq. O'xshash qilish uchun bittasini tashqariga nima chiqaradi? X minus Y taqsim. Buni joyini o'zgartirsam, oldiga minus chiqaradimi? X minus Y. Endi qisqartirsak, yuqorida 1, mahrajda minus 3. Javoblarda minusni mahrajga emas, oldiga qo'yib qo'yadi. Tushunarlimi?
Minus 1 taqsim 3. Keyingisida qarang. 3 bilan 6 ni qisqartirsam. 6 ga 2 tadanmi? A bilan A ni kvadratini qisqartirsam, makhrajda nima qoladi? Bitta A qoladi. Yuqorida A minus B qoldi. Makhrajda 2 A va B minus A. Buni ham joyini o'zgartirsam bo'ladimi? A minus B minus 2A A minus B. Qisqartirsam bo'ladimi bularni? Minus oldida turibdi. Yuqorida 1. To'g'rimi? Makhrajda 2A. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Azbek, siz tushunyapsizmi? Ovozingiz chiqyapti. Keyingisiga qarang. 10 bilan 15. 5 ga qisqaradimi? 2 tadan 3 tadan. Ikkalasini ham bir xil so'ngga qisqartirishimiz kerak, a? Yuqorida 2 x plus y qoldi. Makhrajdachi 3 y plus x qoldi. Bittasini joyini o'zgartirsam o'xshash bo'lib qoladimi? Minus chiqaradimi? Yig'inda minus chiqaradimi? Yig'inda. 1 plus 2 bilan 2 plus 1. Ikkalasi ham necha chiqaradi? Minus chiqarmaydimi? Yig'inda minus chiqarmaysiz ekan. X plus y. Buni joyini o'zgartirsak x plus y. Qisqartirsak bo'ladimi? 2 taqsim 3 degan natija qolar ekan. Tushunarlimi? Keyingisida yuqorida m minus n bor, makhrajda ham n minus n bor, faqat joyi o'zgargan. Qaysi birining joyini o'zgartiraman? Kvadratni joyini o'zgartirsam, tashqariga minus chiqarmaydi. M minus n taqsim m minus n ning kvadrati. Kvadrat degani ikkita shunaqa qavs bor degani. Bittasi qisqarib ketsa, yuqorida 1, makhrajda m minus n dan bittasi qolib ketadi. Mana shunday qisqartirib ketyapmiz. Ko'chirib oling qol. Navbatdagi misollarimizga ko'paytuvchilarga ajratishni yaxshi bilishimiz kerak. Ko'paytuvchiga ajratishni bilmasak, qisqartira olmaymiz-da. Qarang. Tepada 7 lar o'xshashmi? Olib chiqib ketsam nima qoladi? A plus 2 ta B qoladimi? Yuqorida makhrajdan nechilar olib chiqib ketaman? 3 larni olib chiqib ketsam, bu yerda A qoladi plus 2 ta B. Esga kelyaptimi ko'paytuvchiga ajratish? Qavslar o'xshash, qisqartirsam, yuqorida 7, makhrajda 3 qoladi. Keyingisiga ham qarang. Nimalar o'xshash? X lar o'xshashmi? Bu yerda x ni olib chiqib kelsam bitta x qoladi minus 2 ta y. X chiqib ketdi-ku. Makhrajda y lar o'xshashmi? Bu yerda 2 ta y qoladi minus x qoladi. Endi qarang. Ikkalasini qisqartiraman. Faqat oldiga nima chiqaraman? Minus x y qoladimi? Tushunarli? Bular qisqardi, faqat minusi qoldi. Keyingisida qarang. Qaysi biridan ko'paytuvchiga ajratsam bo'ladi? Makhrajda. To'g'rimi? Kvadratlar ayirmasi formulasimi? A minus B suratda turibdi. Makhrajda A minus B A plus B degan formulami? Minusliklari qisqarib ketsa, yuqorida 1 makhrajda A plus B. Tushunarli? Keyingisiga qarang. Ko'paytuvchiga ajratsam, 100 ni 10 ning kvadrati deb yozaman. Minus
7'ning kvadrati. 7b'ning kvadrati desam bo'ladimi? Mahrajda 7b minus 10. Suratni ko'paytiruvchiga chiqarsam bo'ladimi? 10 minus 7b 10 plus 7b. Mahrajda 7b minus 10. Ikkalasini qisqartiraman. Faqat oldiga minus chiqaraman, ha? Malades. Minus qaysi qo'li? Mana shunday ishlab qo'yaman. Qavusga olib oldiga minusini qo'yib qo'yaman. Keyingisiga qarang. Qaysi birlari ko'paytiruvchiga ajraladi? Bular qisqartirib olayana. Ikkitadan bular qisqartirsam mahrajda bitta qoladi. Yuqorida s minus 2 s plus 2 desam bo'ladimi? Boshqa hech narsa qolmadimi? Mahrajda 2a qoldimi? 2a va mana bu qavus 2 minus s. Bu bilan buni qisqartirsam oldiga minus chiqaraman. Minus bir yuqorida s plus 2 2a. Mana shu. Tushunarlimi? Keyingisi ham ko'paytiruvchiga ajratishni bilishimiz kerak. b plus 7 mahraj. b plus 7 ning qavus kvadratimi? Esga tushyaptimi? Bu bilan bu qisqarsa mahrajda b plus 7 qoladi. Suratda 1 qoladi. Qiyin emas ekan-a? Ko'paytiruvchiga ajratish yod bo'lib ketyaptimi? 5 plus 2x minus 2x mahraj qarang. 2x minus 5 ning qavus kvadratimi? Shundaymi? Qaysi birini joyini o'zgartiraman? Buni joyini o'zgartirsam minus chiqarmaydi. 5 minus 2x ning kvadrati. Bular qisqarsa mahrajda 1 taqsim 5 minus 2x. Tushunarlimi? Mana keyingi misolimizda ham. Qaysi birini joyini o'zgartiraman? Suratda. Chunki kvadrat bor, ha? n minus m ning kvadrat taqsim n minus m. Bular qisqarsa n minus m qoladimi? Mahrajda 1 qoldi. Yozmasam ham bo'ladimi? Keyingi mavzuni ham ko'rib ketsak, algebrik kasrlarning umumiy mahrajini topish. Kasrlarga umumiy mahraj degani mahrajlarning nimasi edi? Ekokini topish edi. Mahrajlarning ekokini topish. Ekok nima edi? Eng kichik bo'linuvchi karralisi. Ya'ni qarang. Mahrajlarda qanaqa sonlar bor? A va B degan sonlar. Shu sonlarga bo'linadigan eng kichik son nechi? A B bo'ladi. A B. A B A ga bo'linadimi? B ga ham bo'linadimi? Demak, umumiy mahraj nima bo'lar ekan? Bu ekok ekanda. Mana shu kasrning mahraji uchun nima ekan? Ekok ekan. Keyingi kasrimizga mahraj, umumiy mahraj nima bo'ladi? Y ni o'zi bo'ladi. Eng kichigi kerak-da bizga. Y ni o'zi ikkalasiga ham bo'linadimi? Demak, ekok necha ekan? Ekok Y ni o'zi ekan. Keyingisiga qarang. Mahrajimiz 21, Y 35, Y. Sonlarga alohida ekok tanlang. Harflarga alohida ekok tanlang. Harflarga Y ni o'zi bo'ladimi? Sonlargachi? Sonlarning ekoki qarang. 21 degani 3 kara 7 deganimi? 35 degani 5 kara 7 degani. Ekok tanlanadi bundan. 3 kara 5 kara 7 deb tanlanadimi? Xo'sh. 35 35 ni 3 ga ko'paytirsangiz 105 mi? Demak 105 bo'ladi. 105 Y. Qarang, 105 Y.
21 y ga bo'linadimi? 105 y 35 y ga bo'linadi. Keyingisida sonlarga alohida, harflarga alohida ikut tanlaymiz. Harflarga a, b bo'ladimi? Xo'sh, sonlarga 20 ni o'zi bo'ladimi? Hammasi uchun 20 bo'ladimi? 20 a, b ikut bo'ladi. Keyingisida ikkalasiga ham bo'linadigan eng kichik y ning 5-chisida. Y ning 5-chisi bunga ham bo'linadi, bunga ham bo'linadi. Siz y desangiz, y'ingiz bunga bo'linadi, lekin bunga bo'linmaydi. Qoldiq paketda. Tushunyapsizmi? Bu kattaroqda. Hozir. Keyingisida. Buni mahrajda nima bor? Bir bor mahraj. Ikkalasi uchun umumiy mahraj mana buni o'zi bo'ladimi? 2a b. 2a b 1 ga bo'linadi, 2a b 2a b ga bo'linadi. Keyingisiga umumiy mahraj. Yo'q. Ikkalasiga ham umumiy mahraj x plus y. To'g'rimi? Mana shu x plus y ga bo'linadimi? X ga ham bo'linadimi? Demak, umumiy mahraj x plus y. Tushunarlimi? Ko'chirib oling. Navbatdagi misollarimiz uchun. Qarang. X, y'lar o'xshashmi qavslar? Mahrajda. Faqat sonlar uchun umumiy topsam bo'ldimi? 12 va 8 uchun umumiy mahraj 48 desam bo'ladimi? 48 8 ga bo'linadi, 12 ga ham bo'linadi. Bundan ham kichigi nechi? Oh, malades. Mana 24. 8 ga ham bo'linadi, 12 ga. Demak, umumiy mahraj 24 x minus y desam bo'ladimi? Ikkalasiga ham bo'linadimi shu? Demak, umumiy mahraj shu ekan. Keyingisiga qarang. Keyingisiga mahrajlarni ko'paytuvchiga ajratib olsam bo'ladimi? Mahrajlarni ko'paytuvchiga ajratib olsam nima bo'ladi? 2a kvadrat taqsim 3 larni chiqarib olamanmi? 3 larni chiqarib olsam nima qoladi? A plus bu yerda nima qoladi? 1 va keyingisidan nimani chiqarib olaman? 4 ni chiqarib olsam a plus 1 qoladimi bunda? Qavslar o'xshashmi? 3 bilan 4 ga umumiy mahraj 12. 12 a plus 1 desam bo'ladi umumiy mahraj. Bo'ldi. Keyingisiga qarang. Mahrajni ko'paytuvchiga ajratib bo'lmaydi. Nima qilamiz? Umumiy mahraj ikkalasiga a minus 5 bilan a plus 5 ni ko'paytmasi bo'ladimi? Ikkalasiga ham bo'linadimi? Bu degani a kvadrat minus 25 degani emasmi? Tushunarlimi? Demak, shu a kvadrat minus 25 ikkalasiga ham mahraj bo'lar ekan. Keyingisiga qarang. 5 da s taqsim s minus 2 ning qavs kvadrati emasmi mana bu? Va 6 taqsim s minus 2. Umumiy mahraj qaysi biri bo'ladi? S minus 2 ning qavs kvadrati ikkalasi uchun ham umumiy mahraj bo'ladi. Ko'paytuvchiga ajratishni o'rgangan bo'lsak, yaxshilab bularda ishlash qiyin bo'lmas ekan-a? Yozib olasiz, shu bilan darsimiz yakun. 1882 dan 1984 gacha ishlar ekanmiz. 1882 dan 1984 gacha.